Assalomu alaykum qadri baland qadrdonlarim, do'stlar. Toshkentdan Rossiyaga, Rossiyadan O'zbekistonga, vatanga qaytmoqchi bo'lgan fuqarolarga tavsiya qilamiz, do'stlar. Sifatli resmi avtobus xizmatlari sizlar uchun. Endilikda Moskvaga ketmoqchi bo'lsanglar, dushanba, seshanba, payshanba, juma kunlariga 700 ming so'mda UzAvtotrans korxonasi tomonidan skidkalarimiz boshlandi, do'stlar. Hamda Al-Xorazmiy sifatli hamda komfort avtobus xizmatlari sizlar uchun, do'stlar. Tanlovda adashmanglar. Haftada 4 marta dushanba, seshanba, payshanba, juma kunlariga Toshkentdan Moskvaga hamda dushanba, payshanba kunga resmi avtobusimiz M5 darogadan yuriladi. Orenburg, do'stlar, Samara, Tolyatti, Juglovskiy, Mordovia, Penza, Rezan shaharlaridan o'tib to Moskva, через Moskva, Sankt-Peterburg tomon ketiladi, do'stlar. Hamda seshanba, juma kungi resmi avtobusimiz Orenburg, Kazan, Nabережный Челны, Nijnikamskiy, Almetinsk shaharlaridan Kazan hamda Nijniy Novgorod, Chebuksariya, Vladimir, Yaroslavl shaharlaridan to o'tib borib Moskvaga yetib boriladi. Do'stlar, shunaqangi qulay, sifatli resmi avtobuslarda Moskvagacha hamda через Moskva, Sankt-Peterburg, Tver, Великий Новгород shaharlariga ketmoqchi bo'lsanglar, ekranda ishonchli raqamlarga telefon qilinglar, bog'langlar, do'stlar, tanlovda adashmanglar. Eng ishonchli, qulay, sifatli resmi avtobuslarimiz to'liq o'zimizda. Agarda videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like, podpiskani unutmanglar, do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, aka-ukalar.